O'zbek san'atida og'ir judolik. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, o'zbek sirk san'atining mashhur namoyandasi Olimjon Toshkentboyev 81 yoshda vafot etdi. Bu haqida Madaniyat vazirligi xabar berdi. Olimjon Toshkentboyev uzoq yillar davomida O'zbekiston dorbozlari guruhiga rahbarlik qilgan va milliy dorbozlik san'ati sohasida samarali faoliyat ko'rsatgan. Uning rahbarligidagi O'zbekiston dorbozlari guruhi ko'plab xorijiy mamlakatlarda, xususan Polsha, Germaniya, Misr, Belgiya, Gollandiya, Shveysariya, Braziliya, Angliya, Kolumbiya, Ekvador kabi mamlakatlarda katta muvaffaqiyat bilan o'z san'atini namoyish etgan. U o'zbek sirk birlashmasida rejissyor lavozimida samarali faoliyat yuritib, ko'plab shogirdlarni yetishtirgan. Marhumning shogirdlari va oila a'zolariga chuqur hamdardlik izhor etamiz.